Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahri Benazir kafesini 5 barmoqlaridan yeb ko'ramiz. Dalada paxtadamiz. 5 barmoqlarni yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga gap yo'q. Xamirlarini ham mazasiga gap yo'q. Bekzodjon Power ukamizga ham kattakon rahmat. Jonlar sog' bo'lsin. Paxtam puli chiqdi. Alpon telefon olaman dedim. Ola olmaymiz shekilli. Qazilarini, go'shtlarini mazasiga umuman gap yo'q. Benazir kafesi Qo'qon Charxida joylashgan. Kimga shunaqa 5 barmoqlar kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Issiqqina yetkazib berishadi. Olavering. Bismillahirrohmanirrohim. Xolamlar bilan birga paxta teryapman. Yo'q, yaxshi. Qo'qondagi Benazir kafesini 5 barmoqlar. Zo'r aka. Gap yo'q. Salatadan ham. Arra ham kelyapti yonimizga. O otamakonim, jonajon ulkam, Rimdan alishmasman, paxtazoringga degan she'r mana shu yerda yozilganda. Benazir kafesini boshqa taomlarini ham mazasiga gap yo'q. Dalada bo'lishimizga qaramasdan issiqqina qilib yetkazib berishdi. Arralarga e'tibor bermaysizlar, o'zimizni qishloqda arrasi. Sariq so'zini yaxshi ko'raman, narx oshib ketdi-yu. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat.
Benazir kafesida barchalaringni kutib olamiz. Ovqatlarini mazasiga gap yo'q. Benazir siz va oilangiz uchun.